Aholini uzluksiz va sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash, shuningdek, noqulay ob-havo sharoitida yuzaga keladigan uzilishlarni tezkor bartaraf etish muhim ahamiyatga ega. Toshkent viloyatining Buka tumani Bunyodkor mahallasida ham elektr ta'minotini yaxshilash bo'yicha qator ezgu ishlar amalga oshirildi. Hozir shu haqda. Buka tumani elektr bo'limiga Bunyodkor mahallasi hududida noqulay ob-havo sharoiti sababli elektr ta'minotida uzilish yuzaga kelganligi haqida xabar kelib tushdi. Mutaxassislar qisqa fursat ichida voqea joyiga yetib borib, nosozlikni bartaraf etdi. Sim uzildi degan murojaatga yetib keldik. Joyda 39-tepadan ta'minlangan noto'g'ri yo'l birinchi tarmog'ida uzilgan sim aniqlandi. Tepamizni o'chirib yerlab qo'ydik. Qish kunida gaz bosimining pasaygani va elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoj kundan kunga oshib borayotganligi sababli mana yuklamamiz ko'tarilib boryapti. Bugungi kunda Bunyodkor mahallasida 1188 ta xonadon mavjud bo'lib, ularda 4665 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Uzoq yillar davomida aholiga eskirgan simyog'ochlar hamda past kuchlanishli transformatorlar muammo tug'dirib kelgan edi. Eski yog'och stolbalarimizda aholidan ko'p murojaatlar tushardi. Keyin ko'pchilik qo'rqib qolgandi, yiqilaydigan ahvolda, qulab ketadigan ahvolda turganlari ham bor edi. Sal tabiiy ofat bo'lsa, svetlarimiz o'chib, ko'p shikoyatlar ko'payib ketardi. Bugun esa ushbu kamchiliklar to'liq bartaraf etildi. Prezidentimizning kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida 6 ta mahallada dasturiy ishlar amalga oshirildi. Undan 18 kilometr sip kabellar tortildi, 6 dona transformator o'rnatildi. Qo'shimcha Vazirlar Mahkamasining 669-sonli qaroriga asosan Qo'ldoshtepa mahallasida 400 dona temir beton tayanchlar o'rnatilib, 2 dona transformator yangisi o'rnatildi. Bundan tashqari yana biz 2025-2026 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik masalasida 48 dona transformator mukammal ta'mirlanib, 0.4-6-10 kilovoltli havo tarmoqlari, 149 kilometr havo tarmoqlari ta'mirlandi. Bunyodkor mahallamizda 22 ta ko'chamiz bor. 22 ta ko'chamizni 3200 metr yangi asfalt qilingan ko'chalarimizga 100 tadan oshiq beton stolba qo'yib chiqdik hozir. Yangi. Endi bu yilgi loyihaga kiritilgan sep kabelini jarayonda hozir aholi minnatdor, hamma xursand. Aholi barqaror, sifatli va elektr energiyasi bilan ta'minlanib, hudud infratuzilmasi yanada yaxshilandi. Bu esa fuqarolarning kundalik turmush sharoitini yengillashtirishga xizmat qilmoqda.